Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xudoga shukr. Nima meni ko'rib xursand bo'lib ketdingiz? Siz telefon qilsangiz hamma xursand bo'ladi-ku. Shevezdan bittada bildim, Xorazmdan ekansiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xudoga shukr. Qalaysiz o'zingiz? Rahmat. Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. O'zingiz yaxshimisiz aka? Xudoga shukr. Astoydil bu oldingiz telefonlarni qo'yib. Aka, ismingiz nima? Ixtiyor. Ixtiyor aka. Xorazmni qayerdansiz? Hazarasibdan. Xorazm Hazarasibdan. Siz bilan oldin gaplashmaganmizmi? Yo'q. Birinchi marta telefon qilib turibman sizga. Birinchi marta. Ixtiyor aka, nechinchi yilsiz? 73-yilman. 73-yil. Rovna 10 yosh katta ekansiz, qarang. Hozir qayerdasiz endi aka? Nima ishlar bilan bandsiz? Podmoskvadamiz. Raminskiy rayonida. Raminskiy rayonida. Nima ish qilasiz aka, siri bo'lmasa? Stroyga. Stroyga. Qancha bo'ldi shu safar kelganingizga? Iyul 19-dan beri bo'ladi. Ha, yaqinda 1 yil bo'ladi, xudo xolisa 2 oydan keyin. Xudo xohlasa bolani uylantirishga ketish kerak. Ha, to'y bo'ladi. Deng, o'zbek nima qiladi? Uy soladi, to'y qiladi, mashina oladi. Yaxshi niyat, gap yo'q aka. Nechta farzand bor o'zi? Qiz chiqaramizmi, o'g'il uylaymizmi? Nima qilamiz aka? Qizni chiqarganman, 2 ta nevaram bor. Necha yildan beri Rossiyaga kelasiz aka? Ay, ko'p vaqtdan beri kelamiz. Necha ay? Birinchi kelgan yilingizni aytingchi. Ay, 9-yildan, 2009-yildan kelib ketganmiz. 15-yildan beri постоянный hisobot. Aka, 42-turimizga nechta bilet oldi Ixtiyor aka? 2 ta. 2 ta bilet olgan. Shu boshda kulib boshladingiz gapni, keyin shu keyin qovog'ingizni savoldingiz-da, shu kulib boshlaganingiz, keyin qovog'ingizni savoldingiz. Nima kayfiyat tushib ketdi? Kayfiyat tushmaydi. Uyni sog'indingizmi? Abdurasul telefon qilsa ketaman deb qo'yardingizmi? Sirazi xayol ketdimi O'zbekistonga? Oila bilan shu yerdamiz. Ha, oila ham shu yerda, kelinim ham shu yerda. Kelinim ham shu yerda. Ha, unda aka, qo'rqmay gapirmaysinmi unda? Unda qattiq gapiravering, kelinim ham yoningizda ekani. Necha endi bilet raqamlari Ixtiyor aka? 15-07 shekilli. O'yinni kuzatmayapsizmi? Hozir kiraman deb o'tirib chiqolmay o'tirib. Kelinimdan bekitib olgan ekansiz biletni. Yo'q, keliningiz rozilik bo'lgani uchun mana shunaqa telefon qilyapsiz. Ha, rozilik bo'lgani uchun-da. O'zi aytadimi, kelinim ham so'kadimi, o'yini o'rmay, ha deb bu o'yinda chiqmaydi deydimi? Yo'q, o'zi bugun bizlar ham tezroq uyga borib kelaylik. Bolani uylantirish kerak. Siz ham bir baxtingizni sinab ko'ring degan. Ha, o'zi aytgan kelinim ham. 15:07. Aka, kelinim ham bilmasa gapirmaydi. Erda er qiladigan ham xotin, qora yer qiladigan ham xotin deydi-yu. Tabriklaymiz. Bugungi главный priz Xiaomi Su7 sizga nasib qildi aka. Qutlug' bo'lsin. Молодец, rahmat. Bularga rahmat aytib o'tdinglar. Çok bana uyandırış gerek.
Ha, o'z beti alaykum salom. O'z betingizdan o'pganlarla bildim. Ukam ham yo'lib baxt ochilib ketdi dedim o'zi ham. Rahmat. Hamma yutsin, hamma rozi bo'lsin. Hamma yutsin. Gap yo'q. Hamma yutsin. Aka, bir o'ylaganmidingiz shu katta sovg'a menga chiqib qoladi deb? Bir ko'nglingizdan o'tdimi biror narsa? Ayolingizga sezgan ekan. Ha, bekarga bilet oling demagan ekanda. Rahmat. Avvalambor ishonch rahmat. Shunchalik ishonch bildirib, sizlar Xorazmda, biz Andijonlik, lekin tanimagan, bilmagan odamga shunchalik ishonch bildirib, chunki siz tashagan summa ham hazikam summa emas. Bunisi kim? Kichkinasimi bu? Kenja bu, kenja. He, gap yo'q. Umrlarini bersin aka farzandlaringizni. Gap yo'q. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan yana ertaga gaplashamiz efirdan keyin aka. Sizlar bemalol xursandchilikni davom ettiringlar. Hamma rozi bo'lsin, hamma yutsin. Hamma so'rashmasiga bizlar ham qo'shilib o'tiradi. Bizlar ham ishonganimizdan o'ynadik shu. Gap yo'q. Hamma ishonch bilan o'ynasa yutadi. Gap yo'q. Bugun bo'lmasa ertaga ish qilib sog'likda ko'rishadi. Gap yo'q aka. Aka, sog' bo'ling, salomat. To'y qachon endi to'y? To'y xudo xolasa avgustda. Gap yo'q. Mayli aka, sog' bo'ling. Salom.